suvga pul to'layman deb ishga ham kechga qoldim. Xo'sh. Tanish holatmi? Aynan mana shunga o'xshagan holatlarni, navbatlarni oldini olish uchun suv ta'minoti korxonasi yangi onlayn tizimni yo'lga qo'ygan edi. Lekin ming afsuski, bugungi kunga kelib respublikamizning atigi 4% aholisigina mana shu yangi tizimdan foydalanayotgan ekan. Biz navbatdagi lavhada aynan mana shu haqida ma'lumot beramiz. Xonadoningizda bir kunda toza ichimlik suvdan qancha foydalanasiz? Ma'lumotlaringiz o'zgarish bilan bog'liq bo'lgan holatlar aynan mana shu xonada 40 dan ortiq xodimlar tomonidan har kuni yangilanib borilar ekan. Billing dasturimiz bu onlayn raqamli avtomatlashtirilgan elektron baza bo'ladi. Qulaylik ancha ko'p yaratadi. Oylik hisobotlarni tekshirish holatlari, ya'ni qarzdorlik bo'lsa qarzorlik, oldindan to'lovlari bo'lsa ma'lumot olishlari mumkin. Har kuni tekshirib ko'rsa bo'ladi. Bu qulaylik 2021-yil sentyabr oylarida joriy etilgan. Afsuski, bugungi kungacha Toshkent shahar bo'yicha 9% iste'molchi foydalanib keladi. Holatki bu aslida faqat o'sha aholi manfaatlarini ko'zlab qilingan elektron tizim, to'g'rimi? Hammani ham xonadonida kompyuter bo'lmasligi mumkin. Buni telefonda qanday amalga oshirsa bo'ladi? Juda ham oson. Kabinet.usu.uz saytiga kirib turib, biz belgilangan o'zimizning hisob raqamimizni ko'rsatamiz va kirish tugmasini bosamiz. Bizga SMS xabardornoma keladi, buni kiritamiz. Qancha qarzdorlik borligi, yo'qligi haqida ma'lumot oyma-oy yoki kunma-kun pakazan, ya'ni iste'molchini ko'rsatishga kirgizib borib, o'z ma'lumotini 100% bizni nima ko'rayotgan bo'lsa, birinchi tizimda o'sha narsani ko'rishni tavsiya qilib qolamiz. Summasi, qancha hisob-kitob qilinyapti, qayerda qanaqa o'zgarish bo'lyapti, hammasini batafsil ko'rish mumkin. Iste'molchi o'zini pakazaniyasini kiritadi. Kiritish tugmasi bor o'zi. Kirish tugmasini bosgandan keyin bu narsa avtomat 184 ming oldin to'lovi o'zgaradi. Kunlik avtomat tarzda yechilishi mumkin. Mana siz ham shu narsani bildingiz. Lekinchi juda zo'r ish bo'libdi. O'zi kelib to'lov qilishga vaqtim ham bo'lmasdi, imkoniyatim ham bo'lmasdi. Agar siz ham aynan mana shu tizimdan foydalanib, suvga to'lovlarni amalga oshiradigan bo'lsangiz, ham vaqtingiz, ham naqdingiz tejalar ekan.